Demak, bugun sizlar bilan grejani asosiy sababchisi egilish haqida gaplashamiz. Egilish ma'lumot o'rnida mabodoga bilmaganlar uchun egilish. Ikki xil egilish bor. Masalan, hachaman egilishimiz bor yoki prilepen egilish deb aytiladi. Demak, ikki xil egilishimiz bor. Grejani asosiy sababi, demak, bizda o'sha noto'g'ri egilishimiz. Hozir ko'rsatganimdek, belimiz bilan egilishimiz umutqi pog'onaga nagruska birinchi o'rinda, demak, yuklamani olib keladi. Greja ko'pchilik o'ylaydi, nima uchun men og'ir ish qilmayman, nima uchun greja bo'ldi? Men sabab bo'lishi mumkin, odam ko'p o'tirishi mumkin yoki shunaqangi bema'ni juda ham ko'p engashib. Chunki hayotimiz hammada bo'ladi, sizda ham, menda ham hammada egilish doim kuzatiladi. Demak, bundan qochish, shu narsaga e'tiborni kattaroq qaratish, greja bo'lgan bo'lsa, siz grejadan tuzalishingiz uchun va uni keyinchalik bo'lmasligingiz uchun, mabodo agar greja bo'lish xohlamayotgan bo'lsangiz, demak, sizni kelajakda greja bo'lmasligi uchun asosiy foydalar hisoblanadi. Demak, egilish haqida birinchi nima uchun egilish mumkin emas, shu haqida gaplashib o'tamiz. Misol uchun, meni vesim, deylik 70 kg ves haqida gaplashib o'tamiz. 70 kg manman. Deylik, meni bel umurtqa greja belda paydo bo'ladi deylik. Beldan yuqorisida vesimiz deyarli 70, 60, 80% bo'ladi. Misol uchun, men 70 kg bo'lsam, beldan tepasida 35 40-45 kilogramga yaqin vesim bor. Beldan pastda bo'lsa, u ves kamroq bo'ladi, 20-25 kilogram. Demak, o'zi odatda shu turishimizda, har doim biz odatiy turishimiz, misol uchun bosh ko'tarilgan, ko'krak oldiga chiqqan, belimiz ichkariga kirgan va dumg'izi chiqqan. Shu holatda turganda belimizga tushadigan yuklama, deylik, meni vesim beldan tepasi 45 bo'lsa, 45 kilogram yuklama tushadi bel umurtqamizga. Umurtqamiz, lekin biz payti kelib hech qanaqa yuksiz e'tibor beramiz. Faqatgina o'zimiz sal egilganimizda, deylik, ozgina egildim, belimga tushayotgan yuklama bu bosh tarafimiz oldiga kelganligi uchun 45 kg emas, 60-65 kg aylanadi bu yuklama. Shuning uchun belga bu og'irlik qiladi. Biz endi yana ham ko'proq egildik va hech qanaqa tayanchsiz, masalan, tizzaga tayanmagan holatda ko'proq egildik. Boyaga 60 kg vesimiz 70-80 ga aylandi. Va eng oxirgi maksimal darajada biz pastga egildik. Bu yuklama bizda 100 kg ga yaqinlashdi. Demak, meni belim o'zi odatda 40 kiloni ko'tarishga mo'ljallangan, lekin men shunaqa e'tibor qilamiz, faqat prosta o'zimiz egilganimizda 100 kg gacha yuklama beryapmiz belimizga. Endi e'tibor qilamiz, biron bir yuk ko'taradigan bo'lsak, qanaqa bo'ladi? 10 kiloni shunda olamiz. Demak, 100 kilo bu yoqdan, 10 kilo bu yoqdan. Ya'ni, u 10 kiloni ham biz tikka ko'targanda, lekin egilib ko'targanimizda 10 kiloni ves ham yana ham ko'payib ketadi. Demak, bechora belimizga o'zini ko'taradigan mumkin bo'lgan, demak, normasidan ko'ra deyarli 2-3 hissa ko'proq yuklama tushadi. Bu odat bizda har kuni odatda tez ko'proq takrorlansa, greja, demak, kattari boradi belga tushadigan yuklamani hisobiga. Demak, egilish hayotimizda qanchalik kam bo'ladigan bo'lsa, shunchalik biz uchun foydali bo'ladi. Endi bizda mumkin har xil vaziyat bor. Deylik, 50-10 gram ham chiqmaydi. Deylik, bu yerda buni olishimiz kerak. Boshqa iloji yo'q. Endi olmasdan iloji yo'q. Buni olish yagona qoida bor. Shu bilan prilepen qoidasi deb aytiladi bu. Prilepen uslubi deyiladi. Prilepen ma'lumot uchun o'sha og'ir yuklamalar ko'tarish bo'yicha sportchi bo'lib, shu yuklamani odamga juda ham minimal darajada kamaytirish qoidasini o'ylab topgan. Yelka kelganda oyog'imiz ochildi. Mana bu narsani egilib emas, yaqinroq turamiz. O'tirganman, boshimiz tikka, bel, oyoq faqat tizza bilan sondan foydalangan holatda, beldan tepasi to'g'ri turadi. Har doimgidek e'tibor qilamiz. Sekin egildik, buni oldik va sekin yana turamiz. Bo'ldi, o'sha 40 kg man o'tirib turdim men. Endi qo'limizni kuchi yetgan, belimizni kuchi yetgan yuklama bo'lishi mumkin. Misol uchun, kim qo'lidan kelsa ko'tarsin, 100 kg ko'tarsin, 200 kg ko'tarsin. Misol uchun 30-40 shunaqa odamlar bo'ladi, grejani davolab 3 kg dan oshiq narsa ko'tarish mumkin emas senga degan topshiriq beradi. Endi bu hayot, o'zi nima uchun yashayapmiz? O'sha 3 kg yuk ko'tarish uchun, bola chaqa boqish uchun, o'zimiz bir yashashimiz uchun 3 kg ko'tarmasak, demak, hayotdan ma'no qolmaydi. O'shaning uchun ko'tarishga majburmiz, hayot majbur qiladi. Ko'tarmagan, xohlamagan taqdirimizda ham. Demak, og'irroq yuk ko'tarishimiz mumkin. Qanaqa? Og'irroq yuk shu. Deylik, bu hozir tasavvur qilamiz, 50 kg narsa.
boyagidek egilib ko'taradigan bo'lsa, bu narsa bizga deyarli 200 kilogrammga tushadi, belimizga tushadigan yuklama. Demak, buni ham boyagidek oyoqli yelka kengligida iloji boricha tovonni ham ko'tarmagan holatda egilamiz. Bu ushaldi. Tovon endi har xil vaziyat bor. Misol uchun hozir bu balandlik uchun tovon ko'tarilib turibdi. Nu pastroqda bo'lsa 800 ham mumkin. Birinchi qoida buni o'tirildi, oyoq bel to'g'ri turibdi. Ikkinchi qoida ushaladi va o'sha tanaga maksimal darajada yaqinroq. Deylik, bu yoqda bo'lishi kerak emas. Bu ham qanchalik uzaysa, misol uchun yuklama tushadigan joy shunchalik ves ko'payadi. Shuning uchun tanaga yaqinroq holatda ushaladi va sekin astalik bilan turiladi, to'g'ri holatda. Bo'ldi. 40 kilo tanamiz 50 kilo bu, 90 kiloni ko'tardi, bo'ldi. Unga demak bizani muskullarimiz ko'tara oladimi? Demak, umurtqamiz bardosh bera oladi. Umurtqaga oshiqcha yuklama tushmadi hozirgi holatda. Sizlarga boya aytganimdek, ayrim mutaxassislar egilish mumkin emas deb aytadi, lekin sababi keltirilmagan. Boeing grijda ham xuddi shunday holatda. Keyingi videoni kutib qolasizlar. Biz Boeing grijaga asosiy Boeing grija osteoxondroz bo'lishiga asosiy sabab va undan qanday qilib qutulish mumkinligi haqida sizlarga video qilib o'tamiz. Demak, ma'lumot yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar va bu videoni o'zingiz uchun qadrli deb bilgan har qanday odamga jo'natib qo'ysanglar bo'ladi, chunki bel grija bilan og'rimaslikka yagona yo'li. Sizlar 100% ishontirib ayta olaman. Xuddi shu holat bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, grija bo'lish ehtimoli faktlarga asosan 40% kamayadi. Demak, bu sog'ligimiz uchun grija bilan og'rib, hozirgi kunda qutulib ketgan odamlarga murojaatim bu. Xohlaysizmi yana o'sha eski holatga qaytishga? Albatta yo'q, hech kim xohlamaydi. Uni og'rig'ini faqat o'sha bo'lib o'tgan odamlar biladi. Shuning uchun bu sizlardan eng asosiysi hech qanaqa pul so'ramaydi, hech qanaqa bir oshiqcha nimadir sizdan e'tibor talab qilmaydi. Ozgina e'tibor, shu faqatgina belimiz egilgan paytda egilmaslik, egilishi yergacha yetib olish iloji bor, faqat oyoq bilan. Bo'ldi. Shu yagona qoidaga amal qilgan holatda yashaydigan bo'lsanglar, men 100% garantiya bera olaman. Albatta, Xudo xolasa, hech qachon grija bo'lmaysizlar va grijadan qutulib ketish uchun ham qaysidir bir muolajalar bilan bu narsa har doim parallel ravishda olib borilishi kerak. Albatta, bu qilinmasa hech qachon foyda bo'lmaydi. Bu yoqdan davolab turib, bu yoqdan yana oddiy tushuntirsam, misol uchun ko'lga suv bu yoqdan kirgizib, bu yoqdan chiqarib yuborsa, ko'lga suv hech qachon yig'ilmaydi. Bu ham xuddi shu narsa. Bu yog'ini yopib turib, bu yoqdan kirgizsagina suv ko'payishi mumkin. Shuning uchun davolash vaqtida uni parhezini ham qilib borish kerak bo'ladi. Demak, video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Qanaqadir fikrlar bo'lsa, kommentariyada bemalol yozib qo'yishlar bo'ladi. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish sizdan chiqmaydi. Ertaga Xudo xolisi bilan Boeing grija haqida gaplashib o'tamiz. Salomat bo'ling.